Men Xorazmga turmushga chiqqanman ikkinchi bo'libda. Aldashgan, men pullarimni olib qo'ygan. Navoiylik bir akamiz murojaat bilan chiqdi. O'zimizga Xorazmli bolaga ikkinchi xotin bo'lib turmushga chiqqan ekan, shu Rossiyada nikoh o'qitib, shu yoqda yashaganlar er xotin bo'lib. Xullas bu bola Navoiylik qizning 5000 dollarini va bir mashinani uxlatib ketgan. Ya'ni bola alfonus bo'lgan. Bolani surishtirsa, o'zi qirg'iz qiz bilan ham yurib, undan ham bir farzandi yosh qirg'iz qizdan pullarga tushirib ketgan. Ya'ni bu yerda Navoiylik akamiz bu bolani Rossiyadan deport qilib bering. Shuni yo'lni qilsa bo'ladimi deb so'radi. Imini biza deport qilib bilinmas, lekin deport qilish yo'llarini tushuntirib o'taman. Bu videomizni ko'proq odam ko'rish uchun 100 ming dona like bo'lishdan yordam qilinglar. Shunda ko'proq odam ko'radi va kommentariyga o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Musofir yurtda yurgan do'stlarimizga bu videoni tarqatib qo'yinglar. Qachon deport qilsa bo'ladi? Migratsiya qonunini buzgan bo'lsa, ya'ni patentsiz, registratsiyasiz yurgan bo'lsa, chasni bo'lib kirib ham ishlab yurgan bo'lsa, bu yerda migratsiya qonuni buzilgan bo'ladi. Nerda yashashini aniqlab turib, shu yerga qaraydigan politsiya, ya'ni 02 xodimlarni aytsangiz, bu bolani tutib o'zlari deport qilib beradi o'sha shaxsni tutib. Xo'sh, yana bir holatlarda, ya'ni registratsiya qo'yadi bir joyga, lekin o'sha registratsiya qo'ygan joyda yashamaydi, boshqa joyda yashaydi. Bu holatda migratsiya qonuni buzilgan hisoblanadi. 5 yilga deport qilish imkoni bor. Bunda ham shu 02 xodimga aytiladi. Yana bir holatda, ya'ni patent oladi, turdoviy dogovor qilib bir joyga ishga kiradi, o'sha joyda ishlamaydi, boshqa joyda boshqa ishlar bilan yuribdi. Bunda ham migratsiya qonuni buzilgan hisoblanadi va o'sha joyga qaraydigan politsiyaga aytsa, buni 5 yilga deport qiladi. Qaranglar, agar bu ofitsialniy yurgan bo'lsa, o'sha registratsiya qo'ygan joyda yashasa, o'zini qo'ygan joyda va o'sha turdoviy dogovor olib ishlab yurgan joyda shu hujjatda yozilgan ishda ishlasa, buni deport qilish imkoni yo'q, hurmatli obunachilar. Umuman deport qilib bo'lmaydi agar haqiqatdan o'sha dokumentan yurgan bo'lsa. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Bizani keyingi videolarimizni o'tib vermaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Alfonus yigitlardan ham ehtiyot bo'linglar.